Yoz mavsumi uchun baqlajon, sabzavotlar va tovuqli o'zim bilgan eng mazali taom. Birinchi bo'lib sabzavotlarni ko'rsatilgan shaklda kesamiz va ularni qizigan yog'da katta qozonda qizartirib qovurib olamiz. Baqlajon va bulg'or qarampirini chalaroq qilib qizartirib qovurib olamiz va yog'dan chiqarib olamiz. Tovuqning eng shirali va mazali joyi tovuq soni va boldiriga tabga ko'ra tuz va murch, dudlangan paprika, qatiq va yog' solamiz, yaxshilab aralashtirib, shu yog'ning o'zida qizartirib qovurib olamiz. Tovuq soni va boldiri bir xilda qizarib olgandan so'ng qozondagi yog'ni kamaytiramiz. To'g'ralgan piyoz, chesnok, pomidor, qovurilgan bulg'or qarampiri, baqlajon, ko'katlar, pomidor so'ki, tabga ko'ra tuz va sariyog' solamiz, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Natijada aynan yozbob juda ham mazali taom ham tayyor. Sabzavotlar va tovuq go'shti mazasi birlashadi va juda ham mazali ta'mga aylanadi. Albatta bu videoni tayyorlab berish kerak bo'lgan eng yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Bu taom tayyorlangan qozon haqida qiziqsangiz, ular haqida ham ma'lumot berib ketaman. Bu qozonni 3 oy oldin xarid qildim va juda ham ko'p retseptlar tayyorlab ko'rdim. Ko'rib turganingizdek, hali ham yengida va juda ham yaxshi saqlangan.